Bugun yillab orzu qilib kutgan kunim keldi. Bu baxtni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Bugun katta hovlilik bo'ldik. Hovlimizni sizlar bilan birgalikda obzor qilamiz. Ketdik. Hovlimizning ichki ko'rinishi. Voy, tog' yonbag'rida, katta hovlimda, katta basseyn oldida shunaqa ichimliklar ichib xayol surib o'tirishni rosa orzu qilardim. Qanday mazza. Endi bizda nafaqat tashqi, balki bolajonlarim qishda ham maza qilib cho'milishi uchun ichki shunaqa katta basseynimiz bor. Oyjon bilan maza qilib spa protseduralarini o'tkazish uchun endi o'zimizda shunaqa turk hammomi ham bor. Turk hammomi bor joyda albatta shunaqa saunamiz ham bor. Maza. Mehmonlarni juda ham yaxshi ko'raman. Bugun ham qarindoshlarimiz mehmonga kelishgan. Yozgi oshxonamda ularni kutib oldim. Shunaqa chiroyli yotoqxona bo'lishini orzu qilardim, qaranglar, oppoqna. Bu yotoqxonadan bizning hovlimizda 12 ta bor, o'rtoqlar. Hozir ko'rsataman. O'zim yaxshi ko'rgan filmlarni mana shunaqa maza qilib katta divanlarda qirolichalardek ko'rib o'tirishni orzu qilgandim, o'rtoqlar. Hamma ayollarning eng yaxshi ko'rgan joyi bu mening oshxonam. Hovlimizda 3 ta shunaqa oshxonam bor. Baxt. Bu o'g'limning xonasi, o'rtoqlar. Aytganimdek shunaqa chiroyli xonalardan hovlimizda 12 ta. Endi bemalol o'rtoqlarimizni mehmonga chaqirsak ham bo'ladi. Kelinglar, o'rtoqlar. Hovlimizning poyalarida shunaqa katta qandillarimiz bo'lishini ham orzu qilardim. Endi bizning hovlimizda bunaqa qandillardan bir emas, 2 ta. Wow! Kelinglar. Bu Sachaxonning o'zi xohlagan estetik xonasi. Juda ham chiroyli-ga. Bu yoqda alohida o'zining sanuzullari bor. Mana bu yoqda alohida garderoblari bor. Hammanglarni yetqizsin. Shunaqa oppoqni, yumshoqni, chiroylikina xona kichkintoyimiz Xadichaxon uchun eng shirinini unga ataganmiz. Adasi va o'g'limiz uchun erkaklar zonasi. Bu yerda kompyuter, stol tennisi, PlayStation hamda bilyard ham bor. Maza qilib hordiq chiqarishadi bu yerda. Bolalarimiz uchun futbol maydonchasi, bolalar o'yingohi ham bor. Adajonisiga rahmat. Sokinlikda qaynoq qahvani o'zimni katta xonadonimda ichib o'tirishga nima yetsin? Oyi, qornim ochdi, ovqat bering. Nima oldi deyapsiz, Abubakir? Qornim ochdi, oyi. Turing. Ovqat bering. Ovqat bering, qornim ochdi, oyi. Ovqat bering, qornim ochdi, oyi. Bo'ldi. Xo'p, hozir beraman. O'z bolam. Orzulardan hammasi shunday ekan.